Anvar aka, Labey. to'g'risini aytsam, haqiqatdan bu nurli maskanni bejizga aytilmagan ekan. To'g'ri. Valijon aka, Ha, bu his qilishini qarang. Ismimni ham bilyapti. Ali hop sahnadagi qo'shiq aytgan bola-yu. Shu. Ismi Odiljon. Juda ham iqtidorli hamda tirishqoq o'quvchilarimizdan. maktabimiz sizga yoqdimi? Bilasanmi Odiljon? Maktabinglar menga juda ham yoqdi. Men bu maktabga kelib butunlay boshqacha olamga tushib qolgandek bo'lyapman. Bir bejizga nurli maskan demas ekan. Har bitta bolaning yuzida nuri bor. Siz chiroyli ekansiz. Odiljon, qayerdan bilding chiroyliligimni? Boya gapirganingizda so'zlaringizdan his qildim. Qoyil. Qoyil bolam. Mana shu ko'zani men kechasi o'zim uxlamasdan yasaganman. Shuni sizga sovg'a qilmoqchiman. Anvar aka, Valijon. o'zi yasaganmi? Ha. Odiljon usta kulollardan juda ham ko'p ko'zalar yasagan. Nechta ko'zi yasagansan Odiljon? Bilmadim, juda ko'p. Lekin boshqalarni bilmadim, lekin buni juda chiroyli yasabsan. Qara, bu tomonga suv qo'yib qo'ysa bo'ladi. Hatto chiroqchalar qo'ysang nurlar taratib turar ekan bu ko'zicha. Chiroyli ekan. Siz yolg'onchi emassiz-a? Yo'q. Nega bundoq deyapsan? Ko'pchilik ko'zamni ko'rganda ko'zing chiroyli ekan desa, xuddi menga meni aldash uchun aytayotgandek tuyuladi. Lekin men chin dildan gapiryapman Odiljon. Yo, men ham seni nazaringda aldaganga o'xshayapmanmi? Yo'q, men bilaman. Siz yolg'on gapirmaysiz. Mana shu ko'zam rostdan chiroylimi? Men ko'rgan ko'zalarning ichida eng chiroylisi shu ekan Odiljon. Rahmat, Haqiqatan chiroyli. rahmat. Lekin men o'zim shu paytgacha yasagan ko'zalarimni bittasini ham ko'rmaganman. Shu ko'zamni sizni ko'zlaringiz orqali ko'rgim keldi. Odiljon. Rahmat senga bolam. Rahmat. Rahmat. Anvar aka, men o'zim keta qolaman, siz bolaga qarang. Odiljon.